Assalomu alaykum. Bugun siz obunachilarim, bugun men sizlarga mana bu oddiy pardani ishni o'rgatib ketaman. Buni ham bilmasalaring, qiyinda chiroyli sifatli turib berish uchun buni ham yo'nalish bo'yicha tikib ketish kerak. Buni mana birinchi o'rinda bichilishida mana yo'llariga to'g'ri kelgan bo'lishi kerak. Mana yo'llari yo'liga to'g'ri bemalol kelib turibdi. Etek qismi tikilmaydi bizda mana bunaqa nimasi bor, kromkasi bor pastida. Bu tikilmaydi, faqat ikkita yoni tikiladi. Tepasiga karsaj qo'yib qo'yiladi. Karsajimiz mana bu bizda mana bu tayyor karsaj. Buni qanday qildim? Buni ikkiga bukladi mana. Ochiq holatda mana ochiq holati bu ikkiga bukladi. Buni ikkala yoni bir-biriga kelyapti shunda. Bir-biriga kelganda o'rtasini mana belgilab oldim mana bittalab chizib oldim mana bittaga. O'rtasiga mana bitta chiziq tushirib oldim. Keyin mana buni ham o'rtasiga chiziq tushirib oldim. Karsajning o'rtasiga chiziq tushirib oldim. Xullas topguncha vaqt ketib qolmasin. Shu o'rtasiga chizgan chizig'imdan mana 10 ta bu yoqqa bo'lyapti, 10 ta bu yoqqa bo'lyapti. 3 metr material, endi 3 metr. Uzunligi 2.30 sm bo'lyapti. Bu narsani endi shu eniga qilib tikib olamiz. O'rtasidan bu yoqqa qarab, o'rtasidan u yoqqa qarab tikamiz. Shunda ikkala tomondan bir xil joy qoladi. Keyin joy qolganda ham mana bunday qilib ozgina joy tashlab tikib ketamiz. Sababi mana buni buklaganimizda mana bu qirg'oqdagi chekka chiziq nimasi choki juda ham tiniq, tekis, chiroyli chiqadi. Hozir shuni sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bizlar o'rtasiga qo'yib oldim. Qadam o'rtasini mana buni karsajdan o'rtasiga qo'yib oldim. Endi o'rtadan qarab chekkaga, bu yoqda yana o'rtasini u yoqqa qarab tikib ketamiz. Mana bunday qilib tikib oldim. Hozir buklab turibdi. Mana ustiga chiqarib tikib oldim. Endi mana bunday qilib qayirib chiqyapman. Mana buklab tikib oldim. Endi ishimiz mana chetidan ortgan joyini mana bunday qilib mana ikkala tomondan xuddi shunchadan joy ortdi. Mana bunday qilib buklab qo'yamiz. Keyin tikishimiz juda ham chiroyli sifatli chiqadi. Biz shunaqa qilib albatta bolam bilan tikishimiz shart. Bolam ko'nmayaptilar bugun yakshanbalik uchun. Olib kelgandim ishxonaga, shunaqa qilib tikishni o'rgatyaptilar menga. Sizlar ham albatta bolalaring bilan o'tirib olib tikinglar. Birinchi shunaqa ekanda. Xo'jayinim yordam berganlar. Shu ishga chiqaman. Xo'jayinim o'zi katta davom o'zlari qarashardi, bog'chaga bermayaptilar. Ozgina mazasi qochganligi uchun shanba uyga borgandik, olib kelgandim men. Shunaqa qilib, bezorlik qilib o'tiribdilar. Unaqa qilmang. Şimdi bana işte babamız geç gider misin? Bize konular ne var? Bizga bosib ko'rsatib turiblar. Shunaqa qilib qiynalib o'tirib ishlaymiz biz. Sizlarga yutga foydamiz tegsin, o'zimizdan turmush o'rtog'imizga foydamiz tegsin. Moddiy tomonlama ishlab o'tishdan. Onlaynda bo'lsa ham sizlarga ozgina bo'lsa ham foydam tegib tursin degan maqsadda men hamma videolarimni joylab boryapman. Qo'limdan kelgancha o'rgatib, qo'llab-quvvatlab tursin endi. Mana qizlar tikib oldik. Endi qiladigan ishimiz mana bu kalsolarni hammasini teshib chiqish bo'ladi. Va kalsolarni topib chiqamiz. Bundan oldin mana bu narsaga berib ketishlarni istardim. Mana qaranglar, aka mana shu narsa oddiy tikish deb o'ylashlaring mumkin. Sizlar uchun oddiy, bitta chetda tikib qo'yilgan parda bo'lishi mumkin, lekin biz uchun bu ishimizni bitta ko'rinishi, ishimizni ko'rsatib beradigan bir narsa. Mana qaranglar, bukkanimizda ham hamma nimasi yo'llari, palasalariga to'g'ri kelishi kerak. Biz ham ish topshirib turganimizda agar birini ustun bo'lib ketadigan bo'lsa, bizga uni mablag'ini chiqarib berishmaydi, sifati buziladi, mijoz qaytadi, boshqa klient ololmaymiz. Ish bo'lmaydi bizda. Agar biz bu narsani sifatini chiqarib beramiz, bu narsani nima uchun o'rgatdim? Uyda o'tirgan singillarimiz agar mashinalari bo'lsa, o'zlari uchun oddiy mana shu pardani, oddiy deb bilgan pardalarini shu oddiy qilib buklab qo'ya qolmasdan mana shu qo'llanma bo'yicha tikib ko'rishlarini maslahat bergan bo'lardim. Shu maqsadda men chiqarib beryapman bu narsani. Oddiy deb o'ylaganlaringdan yana nima bo'lishi mumkin? Mana bu kalsosi biri chiqqan, biri kirgan bo'lib qolishi mumkin. Boshi oxiri alohida mana bitta boshi bu tomondan boshlanib, naq oxiri bu yoqdan tugashi mumkin. Xuddi shunday bir xil bo'lish maqsadida o'rtasini belgilab, albatta o'rtasini u yoqqa, o'rtasini bu yoqqa tikishlarini maslahat bergan bo'lardim. O'zim bilgan yo'nalishim bo'yicha o'rgatib boraman. Men o'zim ish tajribamdan o'rganib boraman bularda. To'g'risi menda xato bo'lgan